Maydonda ko'rganlarimizni qanday tushuntirasiz? Hujumchilar ko'p yugurmasligi, faqat hujum qilishi kerak degan gaplaringizdan afsuslanmaysizmi? Axir bugun Benfica ham taktika, ham jismoniy holat borasida ancha ustun edi. Yo'q, men aytgan birorta gapimdan ham afsuslanmayman, chunki bunga ishonaman. Agar siz bugungi o'yindan shunday xulosa chiqargan bo'lsangiz, ya'ni biz 2 nafar hujumchi yetarlicha yugurmagani uchun yutqazdik deb, unda men mutlaqo qo'shilmayman. 0-1 hisobidan keyin sodir bo'lgan voqealarni qanday tushuntirish mumkin? Har ikkala jamoaga ham gol zarur bo'lgan, juda tartibsiz yakun bo'lmadimi bu? Ochig'i, bugun biz ko'rsatmoqchi bo'lgan qiyofadan uzoq edik. Bu o'yinning murakkablik darajasidan, raqib qo'ygan talablardan, stadiondagi muhitdan ham uzoq edik. Biz ular jon-jahdi bilan kurashishini bilardik, lekin biz ham juda katta narsa uchun o'ynayotgan edik. Menimcha, biz 90 daqiqa davomida zarur bo'lgan darajaga moslasha olmadik. Qarang, bu yerga kelishdan oldin ham ko'p ishlashimiz va ko'p narsani yaxshilashimiz kerakligini bilardik. Oldinda uzoq yo'l borligini tushunamiz. Endi oldinga qarashimiz, Rayoga qarshi o'yinni o'ylashimiz kerak va shuni anglashimiz lozimki, bunday o'yinlarda g'alaba qozonish uchun bitta emas, juda ko'p narsani to'g'ri qilish kerak va bularning barchasini 90 daqiqa davomida bajarish lozim. Alvaro, futbolchi sifatida siz ko'p narsani ko'rgansiz, ammo darvozabonning 97-daqiqada urgan goli va mezbonlarni keyingi bosqichga olib chiqqan vaziyatdan ham g'alatiroq holat bo'lganmi? Yo'q, bu hayotimda darvozabon gol urgan birinchi holat emas. Albatta, ular tavakkal qilishi kerak edi. O'sha paytga kelib biz 9 kishi bo'lib qolgan edik va bizga ham top 8 ga kirish uchun gol zarur edi. Ular tavakkal qildi, biz ham shunday qildik va yakunda g'alaba ular tomonida bo'ldi.